Limada oson bo'lish uchun tez-tez tashrif beradigan dorixona, apteka, kasalxonalar va shifokorlarni tezroq topish uchun tanlangan shifokor, tanlangan apteka tugmalari qo'shilgan. Tanlangan spisga kiritish uchun sizga kerakli dorixonani topib, tepa o'ng tarafda qalam rasmini yonida tugma bo'ladi. O'shani bossangiz, tanlangan guruhga qo'shiladi va xuddi shunday kasalxonani ham qo'shsa bo'ladi. Shifokorni esa shifokorlarning ro'yxatida ismini yonida xuddi shunday tugma bo'ladi. O'shani bossangiz qo'shiladi. Bu spisak tez harakatlar joyida tanlangan shifokor va tanlangan apteka bo'limida joylashgan. Va hozir ko'rib turganingizdek, biz hozirgina qo'shgan apteka va shifokorlar spiskamizga yangi qo'shilib turibdi.